Yozga kolyaskalar bilan videolar. Mana maroznichamiz olib chiqdilar. Analizlarni oldik. Mana xuddi shunaqaga o'xshagan ko'kadan. Fotosessiyaga keldik. O'zimiz qilamiz. Okay. Lezzet. Mana biz analiz topshirib chiqdik. Endi aylanishga ketdik. Ovozim eshitilyaptimi? Yo'q. Eshitilyapti. Eshitilayotgandir. Mikrofoni yaxshi yozadi-ku. Bunaqa joylar. Xabarovskiy. Ashaqacha suv bo'lganmi? Ha, bog'la suv bo'lgan, men bog'la suv bo'lgan. Nima deyiladi bu? Xabarovskiyda xayr. Rechnoy vokzal. Ana vokzal, men bog'da to'g'rida. Suv vokzali. Aeronova. Poyezdlar vokzali bu. Bu yo'l yozga kolyaskalar bilan videolar. Kolyaska bilan yuramiz bu yo'lga. Ketyapmiz hozir biz Amur bo'yiga. Aylangan chiqdik. Toza havo, hech kim yo'q. Ertalab. Shamol lekin yoqimli ya. Chiroyli bulutlar, havo zo'r, chiroyli hamma joy. Aylanib yuribmiz toza havoda. Bugün aylanishga chiqdik. Dam olish, aylanish. Sarmandalarmi? Ya sharmandalar. Ne qilaman? Sharmandalar. Dam olyapti. Zo'r. Bugün samolyot vertolyotlar chekan kunmi deyman-da. Zo'r. Sentralniy anavi. Nabережныйda, Xabarovskiyda. Chiroyli joy. Mana bizni analiz topshirib ketdik. Endi hozir analiz javoblari chiqibdi. Yoni labga keldik.
bilan kiyib olamiz. Fozil akamga o'ziz olib chiqa qoling dedim, men kirmadim. Baxillar kiyish kerak, yetish kerak. Qiyin bo'lib ketadi menga. Anaqa положениеda. Ana javoblarini olib chiqdi. Ishtonmasdan berdim. Xo'sh, endi bilan ko'rib chiqamiz. Boshqacha berdim, bu safar boshqacha beraydi. Bilasizmi? Yo'q, bilmadim. Eskilarini solishtirib ko'rsang. Analizlarni oldik. Всё. Вкусная точкаga keldik. 4 Buni boshqa safar borganimizda olarman. Sabun zakat. O'sha qo'yib. Kaskamiz. Мороженое yegan keldik. Мороженое. Shunaqa dahshat ham мороженое nonchalik. Siz emasmi? Boshqa narsa kerak emas? Yo'q. Faqat shundan. Evet, zabirsan. 27. Evet, o'zim olib ketaman. Ko'ramiz. Nima bo'lib ketdi? Berdi. Mana bunaqa мороженое, shunaqa zo'r dahshat. Mana biz bugun o'ziga keldik. Mazlakam bilan birga. Uchratimizni kutamiz. Ay, 4-xona. Doktorxona emasmisan? Platniy doktorxona. Bunaqa tomonlarimni aytaman endi. Choy, kofe. Choy, kofe demaydi-ku. Ha, yedim. Suv ham. Shunaqa. Hozir soat 3 ga yozilganmiz. Hozir chaqiradi. Yana bir kunimdan salom qizlar. Bugungi kun zavtrakdan boshladim. Kofe, 3 badnom, qaynatilgan tuxum, kolbasa, bitta blinchik, blinchik bilan yeyish uchun mana shunaqa молоко, сгущенное. Manda shunaqa zavtrak bo'ldi. Qizlar, mana men dorilarim. Kuniga bir mahaldan bittadan. Mana bunisi vitamin, bunisi qon aylantiradiganmi, qon ko'paytiradiganmi, shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa. Ko'p dori ichmayman, faqat shu ikkita dorini yozib bergan. Faqat shu ikkita dorini bittadan ichaman kuniga. Bo'ldi. Azonga keldim.
narsalar zakaz qiluvdik. Amazondan narsalarni olib keldim. Zakaz qilgan narsalarimizni hozir hammasini bir raspakov qilamiz. Детский merdan ham ozgina kiyimchalar oluvdik. Shuni birdan sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, birinchi kiyimchalaridan boshlasam. Mana shunaqa pelyonchkalar. Amazonda ochib ko'rib, tekshirib ko'rdim hammasini. Shunaqa pelyonka. Buni hozir juda mana bunisi ichi utepленный. Ichi qalinrog'i. Mana bulari yubqasi. Bular qalin emas. Juda yupqa, juda qalin. Bunaqa. Bularning ichi mana utepленный qalin. Shunaqa pelyonkalar. Hozircha 6 ta pelyonka bor. 3 ta qalinidan 3 ta yupqasidan. Menimcha shu 6 ta hozircha yetadi deb o'ylayman, yana bilmadim. Balki yetmasa yana zakaz qilamiz, tez keladi. Arzon Wildberries bizga yaqin. Hop, pelyonchka. Keyingisi mana shunaqa, shunaqa ideal. Bu yupqaroq. Shunaqa ko'k bulutchali. Unaqa qalin emas. Xo'sh. Adyolcha. Bunisi shapkachasi. Bunaqa narsa tayyor. Mana yurgi qiladimi, nima deydi? Yurgi deydimi? Tayyor yurgak. Baqa shunday bacha oyoqchasini kirgizib, baqa shunday oyoqchasini kirgizib, bunaqa yurgicha tayyor. Boshida yurgi menda birinchi farzand bo'lganligi uchun boshida yurgida qilishda o'rganolmasam, eplolmasam shunga qilaman deb shunaqa yurgicha tayyor zakaz qildim. Keyingisi shunaqa 3 tali nabor noskichadan 2 pachka. Bunaqa Natonisidan oldim. Bitta bunaqa har xil rang aralashganidan oldim. Buni ham ochib ko'rib hammasini ko'rdim. Shirinchaligini bilaman. Shunaqa ikkita nabor noskichadan keyin soskalar.
har xilcha. To'rtta soska. Bittasi mana bunaqa tangleli, bunaqa, shunaqa, dumaloqchali, dumaloqcha semizidan, bunaqa oqda semizidan. Buni anaqalari har xilda. So'rg'ichi. Shunaqa 4 xil soska zapas qilib. Shunaqayam shirincha tirnoq oladigan nabor. Shunaqa qisqartirishli tirnoq oladiganchasi juda ham kichkina. Bu qaychichasi. Tirnoqchasini olishga отдельный. Bu pilkachasi. Bu shunaqa narsa bilmayman, bunga nima solinadi. Mana shunaqa akkuratniy turadi. Shunaqa nabor tirnoq olish uchun. Azonda bor, Valbesdan bor. Xo'sh, keyingisi mana shunaqa butilka. Buni menga opam tavsiya qildilar. Mana shu butilka yaxshi deb. Mana shunaqa soskachasi. O'zini nimadir bor. Ichida qo'shiqchasi bor. Men tekda videolar ko'rganimda buni qaynoq suvga qaynatib, anaqa sterilizatsiya qilgan. Shunaqa qilish kerakmi, yo'qmi? Yoki shuni ishlatish kerakmi? Sterilizatsiya qilish kerakmi? Kommentariyada yozinglar. Balki qilish kerak, balki qilmas kerak. Bilmayman, opamdan so'rab ko'raman, hali so'raganim yo'q. Ham kommentariyada yozinglar o'zinglarning fikringizni. Ma'lumotni yozib qoldiringlar shu butilka haqida. Kim ishlatib ko'rgan bo'lsa, yaxshi yoki yomonligini yozib qoldiringlar. O'qib yosh onalar, birinchi marta farzandli bo'ladigan onalarga aniq bo'lib qolishi mumkin. Kerakli ma'lumot bo'lib qolishi mumkin. O'shanga kommentariyada yozinglar butilka haqida, soskalar haqida. Вот. Ikkita paket mana shulardan iborat edi. Endi anaqa детский мирdan olgan kiyimlarimiz. Rossiyada hamma bilsa kerak, детский мир magazinini. O'shandan olgan narsalarimiz. Shunaqa shapka. Men hammasini komplekt qila olmadim-da, o'zimga yoqqanlarini tanlab oldim-da. Anaqa ayiqchali shapchika. Mana shunaqa bodicha. Ichidan kiygizishga. Bundan ikkita. Mana ikkita bir xil shunaqa. Buni maykachaligini ham ko'rdim-da men. Anoda ko'rdim. Valbersdan, Azondan maykachaligini ham ko'rdim. Shunaqasidan olaman ichidan kiygizishga. Mana shunaqa nazgicha. Bunaqa shirincha nazgicha. Bitta qo'lqopcha. Hozircha qo'lqopchasi bittagina. Mana shu.
olgan kiyimlarimizni o'zida hozirgi kiyimlarda birdan qo'lqop bilan chiqargan. Mana shunaqa nima deydi buni, raspashonкали bodicha deydimi? Yengi uzun bodicha deydimi? Oldi ochiladigan knopkali kiyimcha, bunisi ishtonchasi. Shunaqa moshinchali. Razmer qaranglar 62-40 ekan. Bu katta deb o'ylayman. Menimcha 50 dan 56 gacha olish kerak edi. Kattaroq olib qo'yganmiz, mayli. Mana shunaqa nima deydi, kombinezon. Ayiqchalik. Shunaqa materiali zo'r, shunaqa yumshoq. Hali bilan hammasining etiketkalarini olib, mana shu bitta raspashonka 799 rubl ekan. O'zbekistonda qancha bilmayman. Mana bunaqa o'zini qo'lqopchalik qilib chiqardi ekan hozir mana shunaqa kiyimchalar. O'sha uchun bittagina hozircha qo'lqopchasi. Mana shunaqa kombinezon. Yana xuddi shunaqaga o'xshagan ko'kidan. Bularning razmeri 56-40. Buni ham razmeri 56-40. Buni ham razmeri 56-40. Mana shunaqa. Ularni olib, etiketkalarini olib, buni ham qo'lida mana shunaqa mana qo'lqopchasi bor. Buni qilib qayirib qo'yarkansiz, bag'dan qo'li chiqar ekan. Keyin mana qilib qo'yar ekansiz. Shunaqa ikkita kombinezon, bitta raspashonкали, ikkita bodicha, bitta ishtonchali raspashonкали anaqa, xalatchalik, ikkita kombinezon. Bag'da anaqalar, shapchkalar. Biza borgan, biza detskiy yerda aylanganimda qanaqadir kiyimlar anaqa yaxshi, tam vibro ko'p emas edi-da, qanaqadir bitta, ikkita, uchta qolgan edi. Mana shunaqa yubqa, ipchali shapka. Yana bitta. Qaranglar, bunisini tikishi ichiga nima chap boshlaymanmi, bilmadim. Laskalom, mana shunaqa. Bunisi ayiqchali. Bunisini tikishi ichiga. Mana shunaqa. Juda shunaqa shapka. Farzandimiz uchun birinchi xaridlarimiz mana shular. Qanaqa narsa kerakli yoki kerak emasligini yozib qoldiringlar. Nima narsani noto'g'ri olganman, nima kerak emas, hammasini yozib qoldiringlar. Menimcha eng keraklisi mana bu plyonkalar, adyolcha, kiyimchalar bo'lsa kerak. Men bu so'skalarni bir ikkitasi kerak emas deb o'yladim o'zim keyin, bo'lganimdan keyin. Chunki hammasini emmaydi-ku. Ikki xil anaqasida olman, 4 xil olman dedim, hamma mayli dedim. Hammasini yozib qoldiringlar kommentariyada. Yaxshi olibmanmi, yomon narsalar olibmanmi? Birinchi marta ona bo'lyapman, birinchi marta homiladorlik, birinchi marta bunaqa narsalar sotib olyapman. O'shaning uchun xatolarimni yozib qoldiringlar. Xayr. 14-avgust bizani to'yimiz bo'lgan sana, to'yimizga 3 yil bo'ldi. Turmush o'rtog'im bilan birga shunaqa videolar olib nishonladik. To'yimizni 3 yilligi meni homiladorligimning 7-oyiga to'g'ri keldi. Fozil akam bilan birga produktlar qilgani keldik. Mayli olavering, qanaqasi bo'lsin. Bu safar yaxshi emas ekan kartoshkasi. Yaxshisidan olib kelmabdi.
soya tushyapti. Atasam topadi. Bo'ladi, uyda ham bor edi ketdi. Mana shu maydachalardan ham olsak salatga. Sveti borligiga yarki qilib bo'lyapti. Sabzi ikkita olamizmi? Uyda ikkita bor. Maydachalardan ham olasiz. Zo'r bo'la. Men o'shanga ana qilib. Bloger ayacha bo'laman-da. Men bir rozive uncha shirinmasa. Qizili, qip-qizil ekanda. Chiriyotibdi, mana amlar yaxshi-ku. Bize bo'ldi narsalar. Endi ochirib kutamiz kassaga. Menimcha qornini olayotgandigi desin. Dam olaylik. Chiqdi produktlar qilib. Вкусная точкаdan
Boyaginaqa morоженое olib chiqardilar. Fozil akam kirib ketdilarmi? Kutib o'tiribman. Bu safar tashqarisida o'tiramiz. Hech ham tashqarisida o'tirmaganmiz. Вкусный точка. Hozir morоженое yeb birga ikkomiz. Mana morоженое chamiz olib chiqdilar. Shu zo'r. Ko'rdi. Yoqimli krem. O'sha dahshat. Buni ko'rinishiga qaramanglar, просто ta'mi просто wow. Qizlarjonlar, sizlar bilan xonadonlik paytimda o'qigan kitoblarim haqida bo'lishmoqchiman. Hozir kitob o'qigani o'tirgan edim, o'zimga komfortcha yaratib. Xo'sh, homiladorlik paytimda men shu ikkita kitobni o'qidim. Menda birinchi homiladorlik, birinchi farzand bo'lganligi uchun farzand tarbiyasi haqida kitoblar o'qishni xohladim, o'zimga ma'lumotlar olishni xohladim. Homiladorlik paytini shunchaki o'tkazib yubormasdan o'zimga kerakli, o'zimga foydali narsa bilan shug'ullanishni xohladim. Mana shu eng yaxshi narsa bu kitob deb o'ylayman. Xo'sh, birinchi o'qigan kitobim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblari, Sog'lom bola kitobi. Bu kitob kichkina bo'lgani bilan ichida juda ham ko'p ma'lumotlar yozilgan. Ona qanaqa bo'lishi kerak, otani burchlari, onani burchlari, farzand oldidagi hamma ham diniy, ham dunyoviy narsalar yozilgan. Hammaga maslahat beraman o'qishda. Ikkinchi kitob Xadija Kubro Tongar Men bolamni urmayman kitobi. Bu kitob bu ayol turk psixolog, turk psixologi yozgan bu kitobni. Juda ham qiziq kitob, yaxshi. Har xil voqealarni o'qiysiz, har xil hayotdagi bo'lib o'tgan ota bilan qiz o'rtasida, ona bilan qiz o'rtasida har xil mavzularda yoritib berilgan kitob. Menga yoqdi, yaxshi. Psixologik kitob ekan bu kitob. Bunda farzandingizni mamnaqa qiling, mamnaqa qilmang yoki mamnaqa tarbiya beriladi, bunaqa tarbiya berilmaydi deb yozilmagan bu kitobda. Shu Xadija Kubro Tongarni, psixologni oldiga keladigan mijozlari haqidagi hikoyalar yozilgan. O'sha hikoyalardan o'zingizlar xulosa chiqarib olasizlar. Xullas, menda mana shu ikkita kitob o'qidim. Hozircha yana 3 ta kitob zakaz qilganman. Tug'ilgunimgacha Xudo xohlasa bularni ham o'qib tugatib, o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olaman. Hammaga tavsiya qiladigan kitobim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblari, Sog'lom bola kitobi. Bu juda ham kichkina, tez o'qib qo'yasizlar. Hammaga maslahat beraman. Buni ham xohlovchilar bo'lsa o'qishi mumkin. Psixologik kitob, psixolog yozgan kitob. Xullas, bularni hozir men o'qib bo'lganman. Stikerlardan bilsanglar bo'ladi. Mana biz bugun homiladorligimni 7-oyini oxirgi haftasi fotosessiyaga keldik. O'zimiz qilamiz. Kiyimchalarini naskicha olib keldik, bitta kiyimchi bilan. Mamnaqa ko'rinishda. Sal quyoshmi deyman yo, ana shu yorug'ligi yaxshimikan? Yaxshi yorug'. Men hozir tapichkani kiyib keldim. Tufli chop kiyganman, hozir kiyib olaman. Bilan to'g'rilab olaylik. Xullas, shunaqa qilib er-xotin ikkalamiz fotosessiyani boshlab oldik. Shtativni to'g'rilab, kamerani nastroykasini to'g'rilab oldim. Rasmga tushish ideyalarini Pinterestdan ko'rdik. O'zimiz ham ideyalar qilib, har xil ideyalarni o'ylab rasmga tushdik. Har doim hamma yaqinlarim so'rashadi, sizlarni kim rasmga tushiradi deb. Biz har doim shunaqa shtativimizni olamiz. Meni telefonimda ruchkasi bor. Shu ruchkasini knopkasini bossam rasmga tushiradi.
Shu rasmga tushirayotgan paytim asta qo'limni bu yonboshiga olaman ruchkani knopkasini bosib rasmga tushiraman. Shunaqa qilib rasmga tushamiz. Xullas, mani eng esda qolarli davrlarim, homiladorlik davrimni tarixga muhrladik. Bundan juda ham xursandman. Turmush o'rtog'imga mingdan ming rahmat aytaman. Mani har doim qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Homiladorligim 7-oyi juda ham tez o'tib ketdi. Qanaqa qilib tez o'tib ketganini o'zim ham sezmay qoldim. Hali tug'ruqqa ancha vaqt bor. Bu vaqtgacha bizning qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p, oladigan narsalarimiz juda ham ko'p. Farzandimiz uchun hali ko'p xaridlar qilishimiz kerak. Ko'p narsalar olishimiz kerak. Hali radom sumkalarini taxlashim kerak. Radomga kerakli narsalarni olishim kerak. Hali juda ko'p narsalar o'zimga ham xarid qilishim kerak. Farzandimiz uchun ham xarid qilishimiz kerak. Narsalar olishimiz kerak. Kravatchalar, yuvintiradigan tog'orachalar, har xil kiyimlar, vipiska chiqishga narsalar, kiyimlar, hali juda ham ko'p qiladigan ishimiz juda ko'p hali, lekin biz mana ikkalamiz fotosessiya qilib o'tiribmiz. O'zi odatda O'zbekistonda hamma radom sumkani, radomga tayyorgarlikda homiladorlik davrini onasi bilan, opalari bilan yoki qanaqadir yaqin dugonasi bilan birga o'tkazadi, birga maslahatlashadi, birga borib xarid qiladi, radom sumkalarni birga yig'ishadi, onalari bilan, opalari bilan. Aman o'zim turmush o'rtog'im bilan birga yig'amiz hamma narsani. Men Rossiyada bo'lganligim uchun yaqinlarim, onam hech kim yo'q oldimda, o'shaning uchun turmush o'rtog'im bilan birga yig'amiz hamma narsani. Turmush o'rtog'imga mingdan ming rahmat aytaman. Hamma narsani eng zo'rini, eng chiroylisini, o'zimga yoqqanini hammasini xarid qilib beryaptilar. Biz fotosessiyani tugatdik, narsalarni yig'ishtirib ketyapmiz. Mana shunaqa daraxtli joy. O'zi bizga salqin tushib qolyapti. Hademay yomg'ir yog'ish sezoni boshlanadi. O'sha uchun rasmga tushib olaylik deb keldik. Ketyapmiz. Mana shunaqa chiroyli bog'. Nasib bo'lsa bu yil shu paytlar o'g'ilchamiz bilan kolyaskalarda olgan videolarimizni ko'rasizlar. Nasib bo'lsa. Qizlar, shu bilan vlogim tugadi. Homiladorligim 7-oyini oxirgi haftasi. Shu bilan 8-oy videosi chiqadi. Endi Пока.